bugungi kunda dala chetlariga ekin ekilmagan yoki yil davomida mahsulot yetishtirmaganlik holatlarini demak inspeksiya tomonidan ko'plab aniqlanmoqda. Bu esa o'z navbatida aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlashga hamda bozorlarda mahsulotlarning tannarxiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Qonun bilan O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga hamda Soliq kodeksiga qo'shimcha va o'zgarishlar kiritilmoqda. Jumladan, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan ikkilamchi ijaraga olgan ijarachilar tomonidan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarining dala chetlaridagi kanallar, sug'orish va kollektor drenaj tarmoqlari atrofidagi qonunchilikka muvofiq qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish belgilangan maydonlarida va muddatlarda maqbul ekinlarni ekilmaganligi uchun ma'muriy demak jarima qo'llash vakolatini nazarda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilyapti. Shuningdek, Soliq kodeksiga qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarining dala chetlarida kanallar, sug'orish va kollektor drenaj tarmoqlarining atroflarida qonunchilikka muvofiq qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish belgilangan maydonlarda, qaytaraman, belgilangan maydonlarda har yili 1-mayga qadar maqbul ekin ekilmagan taqdirda mazkur fermer xo'jaliklari tomonidan yer uchastkasining ekin ekilmagan qismi uchun fermer tomonidan soliq stavkasining 3 barobar miqdorida demak hisoblanishini nazarda tutuvchi o'zgartirishlar ham kiritilyapti.